Agatha Kristi nomini alohida tanishtirishga hojat yo'q. Adabiyot ahli tomonidan haqli ravishda detektiv janrining yetakchilaridan biri sifatida tan olingan 10 ta neger bolasi Agatha Kristi. Uning mazkur asarida ham kitobxon sirli va qiziqarli olamga sayohat qilishi muqarrar. Muallifning o'zi aynan shu asarni eng yaxshi deya e'tirof etgani ham bejiz emas. Ushbu asarda bir-biriga hech qanday aloqador bo'lmagan 10 ta odam xilvat oroldagi uyga keladi. Sirli taklifnoma bilan ularni bu yerga kim chaqirdi? Yaxshi detektiv ixlosmandlarining yuragi darrov shuv etib ketadigan manzara. Dunyodan ajralib qolgan bo'm-bo'sh orol, ko'p xonali, zimiston yo'lakli katta sirli uy va zanjirlar orolining sohibi taklifiga ko'ra uyga kelgan 10 ta mutlaqo notanish, bir-biriga o'xshamagan 10 ta odam. Bu yerda ularni qulay shart-sharoitlar, mazali taom va shinam yotoqxonalar kutib turibdi. Lekin havas qilgudek mehmondo'stlik tez orada sarobga aylanib, mehmonlar savdoyi qotil qurgan tuzoqqa tushib qolgani ma'lum bo'ladi. Ular orolning toshloq zaminiga qadam qo'ygan zahoti tuzoq yopilgan. Oroldan qochishning iloji yo'q. Barchani shubha gumon chulg'ab olgan. Chehralarda ajal soyasi, qo'rquv va dahshat. Faqatgina bolalar sanoq sheri va mitti neger bolalari tugashi bilan bu dahshatli o'yinga ham xotima yasaladi. Biroq nega ularni bir-birini eng g'ayrioddiy yo'llar bilan o'ldirish kimga kerak? Nima uchun sodir bo'layotgan voqealarning bari quvnoq bolalar sheri bilan chambarchas bog'liq? Nahotki bu jumboqning yechimi topilmasa, nahotki hammasi o'limga mahkum bo'lsa, lekin nima uchun ular rostdan ham aybdormi?